Assalomu alaykum hammaga bolalar. Bugun Xorazmdamiz. To'g'risini aytsam, asli men ham o'zim ham Xorazmliman. Qo'shko'pirda tug'ilganman, lekin shu bolalarning ishini ko'p kuzataman Instagramda, ana TikTokda. Oxiri niyat qildim, shu haqiqatga keldim bugun. Ko'rib boringlar, nima mashina kelganimni. O'zimni shaxsiy Kartal Detensyon mashinasida keldim va demoqchimanki, qisqacha bu tema bilan ko'pchilik videoga olishadi, bular masalan negativ, noto'g'ri yoki yolg'on xabar deydi. Kartalga ishongan bolalar menimcha, meni o'zimning mijozlarim bor. Ya'ni ko'rsanglar, ko'rib borasizlar. Sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiya haqiqatda olib chiqib ko'rsataman. Haqiqatan bilasizlar, Xorazmda единственный bitta mana shu inson Lamborghini ishlab chiqarib ommaga yoritilgan. Endi u Lamborghini sotilib ketdi, lekin jarayon ishchilar hozirgi kunda nima ish bilan shug'ullanyapti shu akani, ishlar bilan prosta o'zingizlar qiziqish ozgina beringlar. Qo'llab-quvvatlasalaring, Xudo xolasa, обязательно sizlarga zo'r informatsiyani va zo'r tavsiyani beramiz bolalar. Og'a, Xorazmcha so'rayman. Ko'pchilik meni Xorazmdagilar oqshom urganishda, bozorda siz Toshkentdanmisiz aka deb toshkentcha so'raydi. Lekin asli o'zim Xorazmdanman, Qo'shko'pirdanman asli. Ishlaringiz bilan tanishtiring. Mijozlarim ko'p sotib ekan, shura bordingizmi, bormadingizmi, so'rashdingizmi, ishlar bilan tanishdingizmi degan gaplar bor. İşiniz bilan tanishtirsangiz bo'ladimi? Gitdik. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Yana biz hozir shu Lamborghini'mizni sotganimizdan keyin mayda chuyda tuninglar bilan shug'ullanib birdik. Keyin shu 1-2 Pico'miz bor, ular keyin chiqadi. Bunda Prado'miz. Bular tez gidadigan narsalar. Yana bular gannalaring, Ganna, ava. Bu yana Prado 90'lik bu. 90'lik bu narsa. Ufti. Bu narsa kapot quyilgan noldan. Ama ko'rib turibman o'shanisi. Krelo quyilgan. Ufti. Krelolar ruchkalar pedekatilgan. Xullas, Toyota Prado 90'lik mashinamizni Land Cruiser 300'lik, xudo xolasa, tez kunda bana qo'yamiz. Bu narsalar oddiy kraska hisobida sapib turgan gruntovka bu. Gruntovka. Da, buni tushungan kastapravlar tushunadi buni, ava. Va kraska emas. Da. Gruntovka bu. Aha. Ana keyin ichanda asosiy yo'nalishimiz, xudo xolasa, bu yerda mashina temasini o'zgartirdik. Yo'nalish o'zgardi. Eshitvoringlar bola, ketdik ko'ramiz. Bu ya'ni probочный, грунтовочный покрытие, lekin men bitta narsa hayron qoldim, plastika, hamma yoq plastika. Bolalar qilayotgan ishga o'zingizlar hayron qolasizlar. Ketdi. Mena kapsula dom. Eng kichkinasi mini, salam 12 metrlikini tez boshlaymiz xudo xolasa. Eng asosiysi ichanda. Yalashtirmatmida remont jarayoni. Bu ish joyi, ya'ni e'tibor bermaysizlar bolalar. Ha. Ana vallan beradi deydi, past masajidan yolg'on. Ustasi bu ishni biladi, juda yaxshi. Agar ustasiga tushsanglar agar. Yo'q, masalan, liboy narsamizda bu mina to'g'ri realniy aytamiz. Ba'zi udarni normalniy berib turibman. Ko'rdinglarmi? Bu fen aylantirib barkasini ko'rsat. Ya'ni bir narsani bilish uchun ichandan qarash kerak. Aha. Aylantir. Kuyma yamalgan yeri yo'q. Полный сплошной ekan-da bu. Ya'ni yamalib yapilgan narsa emas. Material Eron emas, Turk uvaz. Gelkot 2 sloy обязательно urilgan. Ya'ni qo'rqmasa bo'ladi. Bu narsa bu o'zi Gerenwagen'da bo'ladi. Gerenwagen'da bo'ladi bu narsa. Birgina Toyota Prado'dan bo'ladi endi. Bu eksklyuziv bu, короче. Tez kunda xudo xolasa Profilga prosta obuna bo'lib qo'ysanglar, kuzatib borsanglar, sizlarga zo'r informatsiya beradi. Bu mana orqasi mana, tushundingmi ham? Menga haqiqatan bitta narsa yana sir bo'lyapti, ya'ni qiziq bo'lyapti demoqchiman. Aka nima uchun bu ozgina bu yo'nalishni to'xtatib, boshqa yo'nalishga o'tmoqchi? Ya'ni o'zingizlar qisqacha so'rab olasizlar. Ag'a, nechun bu ozgina buni to'xtatib, boshqa yo'nalishga o'tchaksiz? Endi biz avvalambor xudo bir narsa, liboy usta o'zini ko'rsatish uchun bor bir şey ko'rsatish kerak. Keyin iloji boricha hamma oson ishni ko'proq pulni talab etadi. Hamma orzusi shu. Bizlar bir narsani isbotladik. Dunyodagi eng qiyin bo'lgan Lamborghini Aventador degan mashinani hayotda real katta yo'lda 150-160 tezlikda haydab, o'zini ham tutishlarni ko'rsatib, bizlar xalqqa isbotlab bo'ldik. Ana endi bu yerda investorlarimiz keldi. Xudo xolasa investor familiyalarimizni yaqinda ko'rasizlar. Ya'ni remontlarni matiblar tutdilar, hamma narsani уже endi 2 barobar oson, 2 barobar daromadli ish o'tdik ya'ni. 2 barobar ham oson bizlar uchun. Ya'ni suvda suzatib, endi men uni inglizchasini siz aytasizlar. Kater. Ko'rib borganmiz Dubaylarda, boshqa chet davlatda Lamborghini yoki Ferrari'ga o'xshagan katerlar bor, motorli. Xuddi o'shani proyekti bolalar.
Вообще bomba, haqiqatan. Agarki O'zbekiston buni jarayonni ko'rib olsa, Chorvoq mana shunaqa narsalardan to'lib ketsa kerak. Lekin уже hozirdan zakaz berishyapti. Ish boshlanmasidan oldin. Ko'rib boringlar bolalar. Bu proyekt полный chizdirib, mana shuni o'rganib, полный sxemasi mana shu turibdi. Qiziq bo'lsa qaralaring bolalar. Men surib o'tirmayman. Kompyuterda ham bor. Har bir ish millimetr, har bir nuqta virgul, Lamborghini Aventador SVG dan. Даже har bitta anaqasi, даже har bitta detali, har bitta detali уже anaqa programmasi tushilgan ekan. Lekin qiziq bu narsa. Nechta odam уже sizga bu narsani zakaz berdi, sir bo'lmasa agar. Qoraqalpog'istonda o'zini 200 dan hozircha. Qoraqalpog'istonga 200 dona. O'zi hali Xiva, Urganch, Sharg'allardan tashqari Yo'q, endi Xivaga bermasangiz ham 3-4 ta zakaz olib turib bermasangiz, уже to'g'ri masala. Chunki o'zimizni Xorazmimizni katta ko'tarib hissamizni qo'shmasak bo'lmaydi. Men juda xursandman, to'g'risini aytaman, ochiqni aytaman, haqiqatan. Chunki Toshkentda ham shunaqa gap bo'lyapti. Masalan, Xorazmda ham kecha Urganchga, Xonkaga bordim, Xivani o'zidagi detailing studiyaga bordim, hammasini og'zida sizsiz. Nomer 1 boladan, o'sha hisob chiqaradigan boladan shu. Men именно aytdim o'sha paytdan o'sha bolani ko'rgani aslida Toshkentdan Xorazm o'sha bolani ko'rgani keldim. Xudo xolasa ko'rib boraman, ishlar bilan tanishib chiqaman. Juda xursandman, to'g'risini aytsam. Men nima deyman? Mana shunaqa ishchilarimiz, mana shunaqa insonlarimiz ko'paysa, davlatimiz yanada ko'proq bir sharoit yaratib bersa, вообще zo'r bo'lardi. Javob aytaman. Chunki bilasizlarmi, mana shu narsada biza ko'p harakat qilmoqchimiz, lekin ko'pchilik bu davlat tomonidan qarshilik bildiradi, o'shaning uchun ish sal orqaga ketib qoladi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun davlat qo'llab-quvvatlasa, sal podдержка qilsa, mana shunaqa narsani ko'proq rivojlantirsa, yoshlarimiz ham javob aytaman, ish bilan band bo'ladi. Javob aytaman. Agarki bu yerda davleniya bo'lib qismasa, вообще zo'r bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana o'zim Toshkentdan shu yoqqa Xorazmgacha keldim. Mana shu narsaga qiziqqanim uchun mendan oldin ham yoki keyin ham yoki menga o'xshagan insonlar, qiziquvchilar juda ko'p. Kelmoqchi mana shu yerga, gaplashmoqchi, shu akani qo'lini olib turib, "Salom alaykum" qilmoqchi, ya'ni shogird bo'lib tushmoqchi. Lekin shunga qani davlatimiz ham sharoit yaratib bersa, вообще zo'r bo'lardi. Atak Kartal detailing studiya zo'r maslahat va zo'r tavsiya berdi bolalar. Og'a, men dim xursandman, to'g'risini aytaman, jonim sog' bo'lsin. Ham Toshkentcha, ham Xorazmcha so'zladim, chunki ko'pchilik aytibman, oqshom Urganch bozorida yurdim. Toshkentcha so'lab turibdilar. Oxir men shuncha video chiqaraman, Xorazmcha so'lagan joyim ham bor. O'zi asli do'lgan joyim Xorazm meni. Men dilimni unutganim yo'q lekin. To'g'risini deb aytganman, lekin baribir tushmaydi. Hozir videoda ochib o'tib Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Sizlarga zo'r maslahatni va zo'r tavsiyani beramiz. Endi bilmayman, endi o'zingizga galasizlarmi, maslahatlashasizlarmi, ya'ni nima kerak bo'lsa, qolibmi, polibmi, hammasini tavsiyasini, maslahatini va to'g'ri yo'nalishni o'shaga beradi. Menimcha Toshkent shahri bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha shu og'ani o'zini o'rni bor. Men javob aytaman sizlarga. Har kim ham bu ishni menimcha 100% deng bu og'ading menimcha bilmasam kerak deb o'ylayman. Kutib olinglar. Xudo xolasa Kartal detailing studiya tomonidan va bu og'amiz tomonidan yangi proyektni Xudo xolasa videosini qo'yib boradi. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, albatta sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiya beradilar. Shu aloqadamiz.